Qadrli uy-joy quraman deb yurgan akalar, assalomu alaykum. Avvalambor bugun Qashqadaryo Yakkabog' tumanidan Akfa narxlari haqida yangi video bo'ladi. Birinchi manzilimizni tushuntirib o'tsak, bu yerdan Qarshi Shahrisabz yo'li, bu yoq Komilizm ketishga, bu yoq Yakkabog' sentriga kirishga, mana shu yerga yangi showroom ochyapmiz. Hali ishlar davom etmoqda. Bugun qisqacha video qilib tushuntiramiz Akfa narxlarini. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, uy-joyga to'liq kerakli bo'layotgan ma'lumotlarni, ish kirom, qurilishga oid narsalarni tushuntirib boramiz. Birinchi sizlarni plastmassa va alyuminiy derazalarni sifati bilan tanishtirib chiqsam, uyimizga qanaqa deraza qo'ydirganimiz yaxshiroq degan savol tug'iladi deraza qo'yuvchilar uchun. Bu alyuminiy deraza. Bu xalodniy seriya turkumiga kiradi. Mana bu plastmassa deraza. Mana bular issiq seriya turkumiga kiradi. Issiq seriya turkumiga kirishiga sabab bularda kamerasi bor. 1, 2, 3, 4 kamerali, 3 kamerali, 5 kamerali bo'ladi. Bular nima uchun issiq seriya turkumiga kiradi desalaringiz, bular tashqi shovqinni, shamolni, issiqlikni, sovuqni o'tkazmaydi. Nima uchun deysizmi? Bularning burchagi mana bunaqasiga yirtib yopishtiriladi, yirtib. Umuman stigi qolmaydi. Rezinlari bir-biriga yopishib turadi. Bu burchaklari rushni yig'iladi. Bular ozroq stik qolsa ham shovqinni, shamolni o'tkazish juda ham kuchli. Bu asosan katta-katta teraskalarga, xalodni, uy isimaydigan joylarga tavsiya etiladi. Eshiklarga, hammomning eshiklariga, uyning eshiklariga tavsiya etiladi. Birinchi plastmassa derazalarimizda nimalarga asoslanib chiqishini tushuntirmoqchiman. Narxi asosan derazani bitta derazani 5 xil narxga chiqarish mumkin. Masalan, qanaqa narxga deysizmi? Tayyor derazalar arzon bo'ladi. Tayyor derazani arzon bo'lishiga sabab bularda 2 qavat oynasi o'zining qonun qoidasi bo'yicha qilinmaydi. 2 qavat oyna o'zining qonun qoidasi bo'yicha qanaqa bo'ladi desangiz, derazasi bor, ichiga dorisi bor. Bu dorini ichkariga teshikchalari bor, o'sha teshikchalardan ichkaridagi havoni so'rib oladi. Tashqi tarafdan germetik bo'lgandan keyin. Bu tashqari ichkaridagi havoni so'rib olgandan keyin o'rtaga vakuum paydo bo'ladi. Tashqaridagi oyna qish kuniga sovisa, yaxlasa, muzlasa, o'rtadagi vakuum havo ichkaridagi oynani yaxlashga qo'ymaydi, shu sababga derazadan sovuqmaydi. Uyda ichi sovib ketmaydi. Issiqdi kuniga ham xuddi shunaqa. Bu tashqari tarafdagi oyna yaxlab ketadi, o'rtadagi vakuum tashqari tayin yozdi kuniga tashqaridagi oyna qizib ketadi. O'rtadagi vakuum ichkaridagi oynani qizishiga qo'ymaydi. Shu sababga ko'ra uyda ichi qishga sovib ketmaydi, yozga qizib ketmaydi. Plastmassa deraza qo'yilsa. Faqat men aytgandek, o'zining qonun qoidasi bo'yicha 2 qavat oyna qilinishi kerak. Ichiga dori solinadi. Dori solingandan keyin tashqi tarafi to'liq germetik qilinadi. Oyna apparatga yuvib, toza qilib, quritib bo'linishi kerak. Bizlarga o'shanaqa sistemalar ham bor. Keyin eng asosiylardan bittasi ichiga metal qo'yilishi kerak. Metal qanaqa deysizmi? Metal, mana bu metal. Metal qo'yilgandan keyin bu derazani buralib ketishiga qo'ymaydi. O'sha sababga ko'ra deraza yozdi kuniga buralib tashlab qolmaydi ochilgichlari. Metali to'liq qo'yilsa, zanglamaydigan sinxronlangan metal qo'yilishi kerak o'zining qonun qoidasi bo'yicha. Keyin derazani narxi metali qo'yilsa, oynasi qo'yilsa, olib borish o'rnatishi bo'lsa, shunga qarab 1 kvadrati 600 ming so'mdan boshlanib, oqlardagi 550 ming so'm, 500 ming so'mdan boshlanayotgan variantlari bor. Sifatiga qarab, brendiga qarab 1 kvadrati 1 million 200 minggacha chiqadi, 6 ming seriyalardagi. Keyin yana ham qimmatroq 7 ming seriya trio profillari ham bor. Mana bunaqalar, mana bular 7 ming seriya. Qalinligi 7 sm. Mana bular 6 sm. Mana buni 5 sm-ligi ham bor. Mana bunaqa, mana 5 sm, 6 sm, 7 sm-lik profillar ham bor. Shunga qarab narxi chiqadi. O'zi asosan uyga qanaqa deraza qo'yiladi desalaringiz, 6 ming serial, 6 sm-ligi bemalol o'zimizning sharoitga to'liq o'zining vazifasini bajaradi. Derazalar. Shu sababga ko'ra derazalarning narxi arzon, qimmat bo'lishi mumkin. Endi derazani ranglarini tushuntirsak, do'mmoq rangi bor,
Mana bu dubmoka rangi. Bunisini ham ko'rsataylik. Mana bu yorug'likdan ko'rinayotgan bo'lsa, dubmoka rangi. Mana bu dubmoka rangi, mana bu zolotoy dub rangi. Mana bu mokri rangi. Hozir trendga ko'proq mokri rangi chiqyapti. Buni keyin laminat varianti bor, bizlaminat varianti bor. Imkon plastikniki, ritmin plastiklardagi bizlaminat bo'ladi. Bizlaminat degani ustiga o'zini tabiiy rangi. Bularning narxi lekin anchagina hamyon bo'lib. Mana bular. Mana bu malla rangi bor. Mana bu mokri rangi bor. Shu sababga ko'ra chiqadi. Bitta derazani bizlar o'rtacha mana bu bizlaminat rangini ritmin plastikdagi mokri rangi bor, dub mokri rangi bor. Kvadratini 650 ming, 700 ming so'mdan qilyapmiz. Uni ichiga 100% metal qo'yamiz. Oynasini o'zini qonun qoidasi bo'yicha qilamiz, olib borib o'rnatib beramiz. Keyin qo'shimcha narsalari ular addinni. Qo'shimcha narsasi nimalari bor desangiz, patagonni qo'ydirishingiz mumkin pastiga. Keyin do'ynak mexanizm qildirishingiz mumkin. Mana bunaqa tepadan pastga ochilayotgan qilib. Keyin oynasini ichiga shatlanka gullari bor, o'shani qildirishingiz mumkin. Keyin setkasi bor, orqa tarafiga tunuka atlifi bor, qo'shimcha narsalari ko'p. Shu narsalari addinni. Bizlardagi ichiga 100% metal qo'yib, olib borib o'rnatib berish ichiga. Keyin patagonniga boya aytganimizdek mexanizmlarini addinni hisoblab beramiz. Shu sababga ko'ra men bulardagi kvadrat 650 ming, 700 ming so'm bizlaminatiniki. Keyin brendiga qarab har xil printlar bor. Altaplast, Rostinplast, Towerplast degan profillarning narxi kvadrati bu ranglilarniki mokri, zolotoy dub, antrazit, dub mokka ranglari kvadrati altaplastlardagi 850 ming so'm, 800 ming so'mdan chiqyapti. 100% ichiga metallari qo'yilib, olib borib o'rnatib berish ichi bilan. Keyin ritmin plastikdagi, ritmin plast Akfa zavodni o'zidan chiqadi. Akfa zavodniki bilasizlar, sifati ham sifatiga nisbatan deylikmi endi, hammasi ham zo'r. Kvadrati narxi o'zi qimmatroq. Narxi kvadrati 1 million 100 ming so'mdan chiqyapti. Akfa zavodni o'zidan chiqayotgan ritmin plastikdagi kvadrat 950 ming so'm bo'lyapti. Plastmassani tanishtirib o'tdim sizlarga. Eshiklarga alyuminoyni tavsiya qilamiz. Alyuminoyni har xil varianti bor. Kvadrati ulardagi ham 500 dan boshlanib 700 ming so'mgacha chiqadi. Buni nimasiga qarab desangiz, buni 8 lik profili bor, 12 lik profili bor. Mana ko'zga ham bilinib turibdi. O'sha narsasiga qarab eshiklarga 12 lik profildan tavsiya beramiz, oddiy kichikroq eshiklarga 8 likdan. Bularda ham narxi sifatiga qarab, brendiga qarab 1 million 900 ming so'm, 800 ming so'm, 1 million 200 ming so'm chiqishi mumkin razmeriga qarab. Buni asosan shuning uchun bitta derazani, bitta eshikning narxi bir-biridan 300 ming, 400 ming, 500 minggacha farq qilib ketadi. Plastmassa derazalardagi bir-biridan 1 million so'mgacha farq qilib ketishi mumkin sifatiga qarab. Shuning uchun aniq bitta narxni aytish qiyinroq. Shu to'liq tushuncha bergandan keyin aniq narxini o'zi klientni o'zi tanlaydi. Menga mana bu variantini qilib, bu jitni variantini yo bo'lmasa bu variantini deydi. Zamoklarimizni qisqacha tushuntiramiz. Zamoklarda ham premier klassdagi mana bunday qimmat zamoklarimizdan bor. O'zi asosan eshiklarga buni obichniy zamok qo'yiladi. Bularni bizlar zakazga qarab qo'yib beramiz. Bu hammomni varianti. Eng asosiylaridan bittasi chasokka to'xtalamiz. Qalin chasogi bor, yuqa chasogi bor, 8 ligi bor, 12 ligi bor. Mana ko'zga ham bilinadi. Mana bu eshiklarda qalin balkon profillari qo'yilayotgan 12 lik chasogi. Bular kichikroq eshiklarga qo'yilayotgan varianti. To'liq ma'lumotni telefon nomeri qo'yamiz. Telefon qilsalaringiz yana ham tushuntirib beramiz qo'limizdan kelganicha. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib, ketishlaringizni so'rab qolamiz. Like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.